Özümüzni qutuldurishda foydalanishga bo'ladigan qandaq yo'llar bor? Abdori Erkin Sidiq. 7. Xalqaro sahnalardagi xato tashviqotlarni fosh qilish va tuzitish. Bu qismda yozadiganim kitobdan ilingan mazmun emas. Hozir xalqaro sahnalarga chiqayotgan Uyg'urlar bilan munosabatlik tashviqotlarni cho'ng jihatdan mundaq ikki kategoriyaga ayirish mumkin. Birinchisi, haqqoniyat tarafda turmaydigan, Xitoydan pul elib, razil Xitoy hokimiyati uchun ishlaydigan shaxs va kollektiv apparatlarning tashviqotlari. Ikkinchi, haqqoniyat va adolat tarafda turadigan, Uyg'urlarga hissdoshlik qiladigan shaxs va kollektiv apparatlarning tashviqotlari. Birinchi kategoriyadagi ziyonli tashviqot qaysi darajada ig'ir ekanligini bilish uchun tuvandagilarga qarab baqsaq kifoya. 2015 yılı nashr qilingan 100 yıllık marafon degan kitapning Uyg'ur Project fondi Uyg'urchaga tarjim qilib nashr qildirgan nusxasining 115 betida mundaq deyilgan. Li xonim bizga yana Xitoy hukumatining o'z siyosatiga qarshi tanqidlarni qanday kuzatib turdiganligi va u tanqidlarni qanday bostirishga urindiganligi to'g'risida so'zlab berdi. Uning deyishicha, qattiq qo'llar bilan mo'tadillar doimli alayda uchurlarni o'tirg'i chiqarish to'g'riliq biri-biri bilan janjallashib turdi ekan. Bu hol Oq apandi bizga ta'minlagan uchur bilan o'xshash bo'lib chiqdi. Oq apandi Xitoy qattiq qo'llarining 1980-yillarda Xitoy Kompartiyasi tashviqot ishxonasini kontrolligida tutganligini, Amerikani Xitoy xalqiga qaysi darajada sat ko'rsatish to'g'riliq mo'tadillar bilan janjallashganligini, ular o'zlarining chet elda turishliq bosh elchilaridan, hatto Xitoyning istixborot organlaridan tanqidiy fikr topshirib oladiganligini, shunday qilib uchurlarni tanqidiy fikrga qarata o'zgartganligini bizga oshkorlagan edi. Li xonim bu xizmatga yiliga 12 milliard dollar xarajat ajratilganligini, shundaqli bu xizmat Xitoy siyosiy byuro doimiy komitetining boshchiligi ostida ilib berilganligini, ularning Beijingdagi maxfiy ishxonasida haftada bir qatam uchrashib turganligini, xizmatning ko'p qismi Xitoydagi gazetlarni, televizor programmalarini, shundaqla chet elda nashr qilinadigan jurnallarni hamda davlat ichi internet sohasini kontrol qiladigan tashviqot sistemasi tarafidan o'ttirg'i chiqariladigan uchurlarni yoritishga qartilganligini aytib berdi. Bu xizmatning tarkibiy qismlari ichida partiya markaziy binosi bor ko'chaning yana bir tarafiga joylashgan bir maxfiy idora bor bo'lib, u idoraning bosh shtabida 1000 xizmatchi ishlaydi ekan. Oldingi saf birlashma xizmat boshqarmasi deb atiladigan bu organ o'z oldiga axborot to'plash va uni analiz qilish iqtidoriga ega ekan. Demak, Xitoy hukumati xalqaroliq jamoat fikrlarini kontrol qilish, yolg'on uchur tarqitib dunyoni aldash va dunyoni o'zi uchun xizmat qildirish jihatda 2010-yillarda har yilda 12 milliard dollar pul xarjlashni boshlab o'tgan ekan. Sharq Turkiston va Uyg'urlar haqida xato uchur tarqitish va chet eldagi Uyg'urlarni parchalash uchun xarjlaydigan pullar ana shu pulning bir qismi desak, meningcha xatolashmaymiz. Xitoy hukumati yuqorqidek bir cho'ng qo'shin va nihoyatda ko'p pulga tayinib elib berayotgan Uyg'urga qarshi yolg'on tashviqotga chet eldagi Uyg'urlarning to'liq taqobil tura olishi mumkin emas. Ammo imkoniyati bor qarindoshlar u jihatda ish elib borsa, u biz uchun nihoyatda foydali albatta. Ammo chet eldagi Uyg'urlarning ikkinchi kategoriyadagi xato tashviqotlarni fosh qilish va ularni tuzitish imkoniyati butunlay bor. Uningga ancha ko'p pulmi ketmaydi. Faqat millat uchun xizmat qilish niyati, irodasi va o'zini atash ro'yi bor. İngliz tilini puxta biladigan, siyosatdan yetarlik darajada xabari bor bir Uyg'ur kurash qo'shini bo'lsa yetarlik. Men oldi bilan ikkinchi kategoriyadagi bizga ziyonli bir ishni bir misol sifatida bayon qilib o'tay. O'tgan yil, ya'ni 2022-yili Avstraliya Davlat universiteti Xinjiangning 0-yili nomli bir kitobni nashr qildi. Bu kitapning bosh muharrirlarining ba'zilarini men yaxshi biladigan bo'lib, uning bilan burun ko'rishib va suhbatlashib boqqan.
O kishi Uyg'urga chin yuragidan ko'ydigan bir zot bo'lib, kitobdagi bir qancha maqolani u o'zi yozibdi. Men o kitobning muqaddima va kirish so'z qismlarini to'liq o'qib chiqdim. Muqaddima qismi nihoyat ilmiy, adil va universal yozilibdi. Kirish so'z qismini bosh muharrirlar yozgan bo'lib, uningdagi ko'pincha mazmunlarmi yaxshi yozilibdi. Ammo bir yerda og'ir xatolik bor ekan. U xatolik bar yerda mundaq deyilgan. Ya'ni so'zma-so'z tarjimasi emas, asosiy mazmuni. Men maqolning mushu qismining oxiriga mazkur inglizcha mazmunni aynan qo'shib qo'ydim. Uyg'ur vataniga qaytadan ism qo'yishda ovozini eng kuchli chiqarayotganlar Shimoliy Amerika va Yevropadagi Uyg'ur lobbichi tashkilotlar bo'lib, ular vatani uchun 1930 va 1940 yillari qurilgan davlatining Sharq Turkiston degan ismini asliga keltirishni istaydi. Ammo Sharq Turkiston degan ism uchun lobbichilik qilayotgan faoliyatchilarning mutlaq ko'p qismi faqat Uyg'urlardan tarkib topgan bo'lib, ular bir xil o'ng qanot etno millatchilarga murojaat qilib, demokratiyani va mustamlikdan qutulishni istaydigan boshqa millatlarni o'z ichiga olmayotgandek bilindi. Shunlashqa biz Sharq Turkiston degan ismni ishlatmaslikni qaror qildik. Uningdan boshqa Sharq Turkiston degan ism Xitoy medialarida Suriya va Pokistonda ish elib berayotgan zo'ravon kuchlarga bog'lab qo'yilgan bo'lib, u ko'plagan Uyg'ur emas millat kishilari va Xitoy fuqarolarining Xitoy davlatining g'arbiy shimol qismidagi zulmga uchirgan xalqlar bilan bir safda turib, ularning zulmga qarshi kurashlarini qo'llashiga to'salg'i bo'lib qoladi. Şunlaşqı biz bu zamanның mustamlika ismi Şinjanni ishlatdik. Men yana tushundirib o'ltirmasammi, bir normal aql egisi yuqorqi bayonlarning Uyg'urlar uchun nimadan derak berdiganligini, dunyoga qanday xato ma'lumot berdiganligini his qila oladi. Tarixdagi Uyg'urlar Sharq Turkistonning egisi bo'lgan barliq turkiy millatlarni o'z ichiga olsin deb vatanimizning ismini Uyg'uriston, Uyg'uriya yoki boshqa bir narsa deb olmay Sharq Turkiston deb atagan edi. Mazkur kitobning bosh muharrirlari bo'lsa, bu tarixiy faktni butunlay burmlab, dunyoga xato uchur yetkazgan. Şunlaşqa 2022 yılı 9 dekabr günü Amerika paytaxtı Washingtonda ötküzülgen irqiy qirg'inchilik davom qilayotganda Uyg'ur madaniyatini qo'g'dash haqidagi xalqaroliq ilmiy muhokama yig'inida so'zga chiqqan doktor Adrian Zenis yuqorqi ahvollarni tilga ilib, yuqorqi mazmunlarga qattiq norozi bo'lib, Uyg'urlar o'z beshidan o'tkazgan mushuning o'xshash tarixiy voqealarni dunyoga tushuntirish ishini boshqa millat kishilari emas, Uyg'urlar o'zlari qilishi kerak. Uyg'urlar ichidagi ziyolilar betaraf maydon tutgan va ilmiy usul qo'llangan asosda o'zining tarixini va hozirgi holatini dunyoga o'zlari so'zlashi kerak. Unda qilmaganda Uyg'urlar tortadigan ziyonlar intayin ig'ir bo'ladi dedi. Men Şinjanның 0 yili degan kitobdan burun xabar topmagan bo'lib, shunday bir kitobning borligi va uningda yuqorqidek ig'ir masala sodir bo'lganligini doktor Adrian Zenisning so'zidan anglagandan keyin ondan bildim. Shuning bilan doktor Adrian Zenisdan mazkur kitobning to'r adresini ilib, uning bosh qismini o'qib chiqdim. Hozir dunyoda buningga o'xshash ishlar xeyli ko'p sonda yuz berayotgan bo'lishi mumkin. Uyg'urlarga nisbatan aytganda, millat uchun xolisona xizmat qilib, millat uchun fidoyi bo'lib xizmat qilib, shu yo'lda har xil ijtimoiy va hal qilg'uch to'hfalarni yoritish fursatlari nihoyatda ko'p. Undaq fursatlarni Uyg'ur o'z ichida talashib o'ltirishning hojati yo'q. Undaq fursatlar chet eldagi barliq Uyg'urlarga yetib, eshibmi qiladi. Yuqorqidek xalqaro sahnalardagi ikkinchi kategoriyadagi yaxshi kishilar sodir qilgan xato tashviqotlarni dunyo xalqiga ko'rsatib berish va mumkin bo'lsa ularni tuzitib berish chet eldagi Uyg'urlar hozir qilishga tegishlik eng muhim ishlarning biri. U o'zimizni Xitoy zulmidan qutuldirishda qilmasak bo'lmaydigan muhim ishlarning biri.
Şinjanның 0 yili degan kitapның muharrirlaridan biri 2019 yili Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi'ne kelib, Uyghur faciası haqqında ötküzülgen bir leksiya yığınında sözlügüçilərinin biri bolğan bulup, o yığınğa mənmi barğan. O kişi öz nutqida Xitay 1 milyondan artıq Uyghurni lagerlarga suladı dedi. Mən yığından keyin onun bilan ayrım paranlaşqanda, mən onundan Yaqında Amerika Dövlət Müdafiə Ministerliğinin bir əməldarımı lagerlarga solanğan Uyğurlarning sanını 3 milyonga yaqin dedi. Haqiqiy san uningdanmi ko'p. Siz nimishqa hech bo'lmaganda 3 milyon deb almaysiz deb sordum. O manga mundaq deb javob berdi. Uyghurlar duch kelgan facia haqiqatanmi ig'ir. Amma muxbirlik nuqtasidan elib etqanda 1 millionmu intayin cho'ng son bo'lib, u sonning o'ynaydigan roli 3 million bilan asosan o'xshashib ketadi. Uningdan boshqa agar men 3 million desam, Xitoy hukumati meni asolli yolg'onchiga chiqarib, mening nopozimga ta'sir etadi. Men bu so'zdan bundaq bir haqiqatni tushundim. Uyg'urlarga boshqalar ega bo'lib o'tirg'i chiqmaydi ekan. Ular uchun nopozini saqlash, haqiqatni so'zlashdan ustun turdi ekan. Men 2014-yildan buyon 9 milliondek Uyg'ur Sharq Turkiston jamiyatidan g'oyib bo'ldi. Ulardan 1 milliondan ko'p odam o'ldirildi yoki o'lib ketdi degan gapni inglizcha Twitterimda, inglizcha suhbat va leksiyalarda, inglizcha cho'ng medialarda so'zlaganda deb kelayotganimga bir qancha yil bo'ldi. Mening yaqin do'stlarim ichidimi, Erkin aka, xalqaro qabul qilmaydigan undaq sonlarni davarsingiz, sizning inovatingiz va nopozingizga yomon ta'sir elib keladi deganlarmi bo'ldi. Men undaq do'stlarimga millatga foyda elib kelolmaydigan, millatga asqatmaydigan inovat, nopoz va sharaflarning men keragi yo'q. Men ishlatgan sonlarning hammasining manbasi bor. Ular vatandan kelgan. Men to'qib chiqqan sonlar emas. Ular vatandagilarning menga bergan omonati. Uni xalqaro sahnalarda o'tirg'i chiqarish mening mas'uliyatim deb javob berdim. Qisqasi, millatimizga biz Uyg'urlar o'zimiz ega chiqishimiz kerak. Boshqalar hargizmi Uyg'ur manfaatini o'z manfaatidan ustun o'ringa qo'ymaydi. Davomi bor. 2023 yili 8 yanvar